Hammaga salom. Bugun Dota International Cup'ni eng zo'r o'yinlarini tahlil qilamiz. Albatta sizlar bilan 4 ta o'yin bor, eng qizig'i. Maksimal harakat qilaman mana shu o'yinlarni tahlil qilib berishga. Ya'ni bizda One Win Sprintga qarshi o'ynasa, ikkinchi o'yin Parivision Betboomga qarshi o'ynaydi, uchinchi o'yinda Liquidni Yandexga qarshi bahsini ko'ramiz va oxirgi o'yin esa albatta Nigma Galaxy Falconsga qarshi o'yin o'tkazadi aynan mana shu Dota Internationalda va har bir o'yinda tahlillari va qanaqa bo'lishini umumiy ma'noda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Aytgan shunga o'xshash o'yinlar, kibersportmi bo'ladimi, futbolmi va shunga o'xshash o'yinlar tahlillarini va prognozlarini Telegram kanalimizdan ko'rib borsangiz bo'ladi. Ссылка opsiyasida o'tib qiziq ko'rsangiz bo'ladi. Demak, birma-ketim o'yinlarga o'tamiz. One Win jamoasi albatta Spirit jamoasiga qarshi, ya'ni The Spirit komandasiga qarshi o'ynaydi va bularni hammasi aytgancha play-off bahslari, shuni aytish esimdan chiqibdi. Albatta play-offda mana shu 4 ta sanab o'tgan komandalar o'ynashadi. Demak, birinchi jamoa bu o'sha aytganimdek One Win Sprintga qarshi o'ynasa, play-offda albatta juda qiyin bo'ladi, ayniqsa One Win jamoasiga. Chunki play-offda bilasizlar, Dota'da ayniqsa tajriba juda rol o'ynaydi. Ya'ni bosim ostida sizning reaksiyalaringiz qanchalik tez bo'ladi, bosim ostida siz qanchalik tez qaror qabul qilasiz, qanchalik tez javob qaytara olasiz va mana shularni yig'indisi sifatida play-offda albatta tajriba juda katta rol o'ynaydi. Tajriba borasida esa albatta Sprint jamoasi yaqqol ustunroq desak bo'ladi. Chunki ularni shu oldingi o'yinlarni men hechdan ko'rganman. Albatta play-off va boshqa etaplarda ham juda yaxshi o'ynab kelishgan va bu joyda One Win'ni past baholash kerak emas. Agarda o'yinning boshida One Win'ga yaxshigina geroylar kartadagi yaxshi geroylar tushadigan bo'lsa, albatta Sprint jamoasini qiynab qo'yishi hech gap emas. O'zim olganda kartalar bo'yicha ham albatta muhim jamoalarni qanchalik o'zini ko'rsatishi, kartalarni qanchalik qulayligi ularga, misol uchun Sprint jamoasini oladigan bo'lsak, Sprintga yaxshigina geroylar tushadigan bo'lsa va kartada ular tezkor reaksiya ko'rsatadigan bo'lsa, bosim ostida bemalol ular mana shu seriyada g'alaba qozonishi mumkin. O'zim olganda Dota'da mana shu etapda play-off bosqichida ko'pchilik Sprint jamoasini g'alabasini kutib turibdi, chunki baribir tajribaliroq va imkoniyati salohiyati jihatidan One Win'ga qaraganda ustunroq va shu sababli ham bizni tanlovimiz albatta Sprint g'alabasi bo'ladi va hisob qanaqa tugashidan qat'iy nazar seriyada Sprintni biz tanlaymiz va bizning tanlovimiz aynan Sprintda g'alabasi bo'ladi va bizning ekspertimiz uchun aynan mana shu tanlovni eslab qolishimiz kerak, chunki Sprintda yaxshi jamoa shakllangan, ular geroylardan qanaqa foydalanishni bilishadi, bosim ostida yaxshi, kerakli va aniq-tiniq qarorlarni qabul qila olishadi. Shu sababli Sprint g'alabasi kutilmoqda bizning tanlovimiz bo'yicha. Ikkinchi o'yin bizda Parivision va Betboom o'yini bor. Betboom albatta bu ham juda keskin tengma-teng tengma-teng ravishda bo'ladigan o'yinlardan biri aynan Dota Internationalda va bu joyda ikkala jamoani ham imkoniyatini yuqori baholagan bo'lardim, chunki ikkala jamoa ham albatta draftga yaxshigina moslashadigan bo'lsa, bir-biriga ketma-ket javoblar bilan, ya'ni hujumlar bilan javob qaytarishi mumkin. Misol uchun o'yinning boshida Parivision yaxshi boshlagan bo'lsa, vaqtinchalik Betboomga qarshi ustunlik qilsa, keyingi raundlarda albatta Betboom Parivisionga qarshi javoblar qaytarishi mumkin. Endi bu joyda kim qanaqa o'zini ko'rsatishi, ko'proq draftga moslashishiga bog'liq, qanchalik tezroq moslashishiga va qaysi jamoa tez moslashadigan bo'lsa, aynan shu jamoani tomonida tashabbus bo'ladi va u jamoa yetakchilik qilishi mumkin. Lekin bunaqa yetakchilik qilish uchun esa albatta bitta jamoa pastroq salohiyatga ega bo'lish kerak va biz hozir gaplashayotgan o'yinimizda ikkala jamoa ham tengma-teng qarshilik ko'rsata oladi bir-biriga, chunki tarkiblari ham o'yinchilar tarkiblari va o'yin uslubi ham deyarli o'xshash. Shu sababli bu o'yinda bizani o'ylashimizcha osonlikcha 2-0 hisobi bo'lishi qiyin. Shu sababli bu jamoada, ya'ni bu ikkala jamoani o'rtasida tengma-teng bahs bo'lishi kutilmoqda. Bilmadim qanaqa shot bilan tugashi, qanaqa shot bilan tugaydi to'g'risida bilmayman-u, lekin bu jamoa ketma-ket bir-biriga javob qaytarsa kerak deb o'ylayman. Aynan bitta jamoa mana shu Betboom yutadi yoki Parivision yutadi deb biz ajrata olmaymiz. Shu sababli buni ekspress uchun chiqarib tashlaymiz aynan mana shu o'yinni. Lekin bu o'yinni ham kuzatinglar. Juda qiziq o'yin bo'ladi. Bilmayman ikkala jamoa qanaqa bir-biriga qarshi o'ynaydi, shu narsasi menga shaxsan qiziq hisobdan ham ko'ra. Shu sababli hozircha Parivision va Betboom o'rtasidagi o'yinni ekspress uchun olmaymiz va shunchaki buni o'tkazib yuboramiz. Qiziqsanglar albatta tomosha qilsanglar bo'ladi. Keyingi o'yinlardan biri, 3-o'yin Team Liquid Yandex jamoasiga qarshi o'ynaydi. Albatta ochiq aytish kerak, Liquidni tajribasi Yandexga qaraganda ko'proq, ular bunaqa kuchli bosim ostida qanaqa o'ynashni yaxshi bilishadi. Bir nechta turnirlarni o'tkazishgan Yandexga nisbatan ko'proq va albatta individual mahorat jihati
jihatidan ham ancha yaxshigina rivojlangan komandalardan biri aynan Dota International Cupda va boshqa Dota turnirlarida. Shu sababli aynan o'yinni boshlarida Liquid yaxshigina o'ziga tashabbusni olib, Yandexga qarshi keskin hujumlar qilib, hisobni o'ziga og'dirib olishga harakat qiladi va bu joyda Yandex ham esdan chiqarmaslik kerak. Agarda Yandex ham o'zini ritmini topa olgan bo'lsa, geri o'yladan yaxshigina kerakli paytda aniq foydalana olgan bo'lsa, Liquidni yaxshigina qiynab qo'yishi mumkin. To'g'risi, bu o'yinda bitta seriya albatta Liquid tomonidan osonlikcha hal qilinadi deb aytolmayman, lekin butun seriyadan keyingi natijani baribir Liquid o'z tomoniga hal qilishi mumkin. To'g'ri, Yandex orada bir ikkita seriyalarni yutsa kerak deb o'ylayman, Liquidga javob nisbatida. Lekin baribir umumiy jihatdan Liquid yutishi kutilmoqda. Shu sababli bizning tanlovimiz albatta Liquid g'alabasi. Ya'ni Express uchun mana shundan ham eslab qo'yamiz va videoning oxirida albatta Expresslarni yana bir marta o'qib eshitiraman, bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. O'zim olganda bu o'yinda baribir shu tan olish kerak. O'zim ham statistikalarni ko'rib chiqdim. Liquid nisbatan yaqqol ustunlikka ega va Yandexga qaraganda yaxshiroq natija qilsa kerak. Endi baribir Yandex hali sal yoshroq komanda deb ham bo'lmaydi. Sal tajribasi kamroq Liquidga qaraganda, shu sababli Yandexga ancha qiyin o'yin bo'ladi mana shu play-off bosqichida. Oxirgi o'yinga ham yetib keldik nihoyat. Demak, bizda Nigma Galaxy Falconsga qarshi o'ynaydi va bu joyda Falconsdan boshlagan bo'lsak gapni, chunki Falcons har xil turli ssenariylarga tayyor komanda hisoblanadi. Ya'ni har xil vaziyat bo'lgan bo'lsa, aynan shu vaziyatlarga Falcons bemalol moslashib keta oladi. Lekin Dota shunaqangi o'yinki, bitta ishlagan strategiya keyingi etapda umuman ishlamasligi mumkin. Geroylar ham xuddi shunaqa tanlangan geroylar keyingi bosqichlarda o'yinni ssenariylarida yordam bermasligi mumkin. Va shunga qaramasdan Falcons o'yinni nazorat qila oladi deb o'ylayman. O'zim olganda Falconsning ham tajribasi katta. Misol uchun kibersport turlarida ham juda yaxshigina qatnashib kelishadi va Dota'da ham xuddi shunaqa. Va shu sababli Falcons o'yinni boshlarida yaqqol yetakchilik qilishi mumkin. Va bu joyda Nigma Galaxy'ni ham esdan chiqarmaylik. Agarda ularda ham yaxshigina ritm, yaxshigina vaziyat paydo bo'lgan bo'lsa, raqibga qarshi bir nechta qarshi hujumlarni amalga oshiradi deb o'ylaymiz. Lekin qiyin bo'ladi Nigma Galaxy'ga qarshi. Agarda bu o'yinni yutishni xohlasa, play-offdan chiqishni xohlasa, albatta Falconsga qarshi 2x kuchda, ya'ni 2 barobar kuch bilan harakat qilishi kerak bo'ladi. Lekin Falcons shunchaki qarab turgan jamoa emas, balki ularda yaxshigina igroklar bor, tajriba yuqori va shu sababli ular bemalol aynan Nigma Galaxy'ga qarshi o'yinlarni, mana shu play-off etapini bemalol o'tkazsa kerak deb o'ylayman. Shu sababli bizning tanlovimiz o'yinda 2-0 bo'ladimi, 2-1 bo'ladimi? Misol uchun Falcons 1-0 yutib turib, to'g'rirog'i Nigma Galaxy 1-0 yutib turib keyin Falcons 2-1 qilib qo'yadimi? To'g'risi farqi yo'q. Butun seriyada Falconsga biz g'alaba bo'lishini kutib turibmiz. Ya'ni hisob qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar 2-0 bo'lsa ham, 2-1 bo'lsa ham Falcons aynan mana shu play-off bosqichini yutishi mumkin. Yana bularning hammasi 100% ishlaydi deb biz garantiya bermaymiz. Shunchaki hozirgi jamoalarning holati, salohiyatiga qarab, tajribasiga qarab, aynan mana shu tanlovlarga keldik va o'yinlarni men har doim aytaman, kuzatinglar deb, o'yinda har xil ssenariylar bo'lib ketishi mumkin. Ayniqsa kibersportda juda ko'p o'zgarib ketadi ssenariylar. Yutib turgan bitta komanda keyingi raundlarda o'yinini yo'qotib qo'yib, yutqazib qo'yishi ham mumkin. Shu sababli biz hozirgi prognozlarimizni jamoalarning hozirgi holatiga qarab, albatta o'ylab tuzib chiqdik. Endi esa yakuniy ekspresslarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi o'yinda biz OneWin va Sprint jamoalarini ko'rdik. Aynan bu o'yinda biz Sprint g'alabasini kutib turibmiz ekspressimizda, chunki Sprintda baribir yaqqollik, ya'ni yaqqol ustunroq OneWinga qaraganda va ikkinchi o'yin albatta Parivision Batboom o'rtasida va bu o'yinda o'yinlarni to'g'rirog'i jamoalarning kuchi deyarli bir xil. Shu sababli buni biz ekspressga qo'shmaymiz, chunki aniq bir jamoani ustunligi yo'q bu o'yinda. Chunki jamoalarning salohiyati bir-biriga teng. Aynan bittasi mana shu yutadi deb biz belgilay olmaymiz. Keyingi o'yinda albatta Liquid Yandexga qarshi o'ynasa, bu o'yinda Yandex g'alabasi kutilmoqda. Va oxirgi o'yinda esa biz Nigma Galaxy Falcons o'yinini ko'rdik. Bu haqida ham gapirdim va bu o'yinda Falcons g'alabasi kutilmoqda. Seriya qanaqa hisobda tugashidan qat'iy nazar. Shu sababli bitta narsani aytaman, shu joyda Expressga 3 chala mana shu variantlarni qo'shishni shart emas, chunki bittasi o'xshamay qolgan bo'lsa, qolgani ham buzilib ketadi Expressda. Shu sababli alohida aynan mana shu masalan tanlovlarimizni ishlatganingiz ma'qul. Chunki aynan 3 ta tanlov bitta ekspress qiladigan bo'lsangiz, ikkitasi o'xshab, bittasi o'xshamay qoladigan bo'lsa, qolgan ikkitasi ham ketib qoladi. Shu narsaga e'tiborli bo'linglar.
Umuman olganda jamoalar individual holati ancha yaxshi, kuchli. Shu sababli o'yinlarni faqatgina kuzatamiz. 100% ishlaydi deb men har doimdek garantiya bermayman, lekin jamoalarning hozirgi salohiyatiga qarab, aynan mana shu ekspertlarni tuzishga, shu tanlovlarni ko'rsatishga harakat qildik. Agarda sizga ham xuddi shunaqa tanlovlar, analitikalar, o'yinlar, prognozlar qiziq bo'lsa, ссылка описаниеda Telegram kanaliga o'tib, foydalanib tomosha qilsangiz bo'ladi. O'ylaymanki, Dota bo'yicha bu birinchi videoim yoqdi deb o'ylayman. Kecha Counter Strike bo'yicha video qilgan edim. Bugun Dota bo'yicha sekin-sekin kibersport olamiga ham kiryapman, boshqa sportlardan o'tib. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosing, obuna bo'ling va bizani kuzatib borishda davom eting. Sizlarga yana istirish informatsiyalar albatta qaytamiz. Ko'rishguncha.